Bo'g'ali. Yur olmasa-da, gapira olmasa-da. O'zi Xudoga shukr, mana 4-marta kelishi. Tojikistonlik ushbu oila salomatlik bog'imizga ilk bor 2023-yil tashrif buyurgan edi. Ularning farzandini qiynab kelayotgan dard esa yengil emas edi. Ya'ni DTSP, bolalar serebral falaji. Hozir ko'rib turgan lavhangiz salomatlik bog'imizga ikkinchi bor tashrif buyurgangi holati. Qo'l va oyoqlarni esa bemalol harakatlantirmoqda. 4-bor tashrif buyurganlarda esa hattoki gapirishni ham boshlagan edi. Ushbu oilaning xursandchiligini esa ko'rsatuv davomida bilib olasiz. Bu biz Ashdan kelganmiz, Tojikistondan. Bu ancha o'zimizda ham davolagan edi. Yur olmasa-da, gapira olmasa-da. O'zi Xudoga shukr, mana 4-marta kelishi. Mana o'zlaringiz ko'ryapsizlar, gapiryapti, yuryapti. Xudoga shukr, yaxshi. Yurishi yaxshi, behbudlik bor. Hamma narsasi nimasi bor. Mana buni ko'rib o'zimizdan qishloqdan yana olib keldik. Buni ko'rib yurishini, gapirishini. Behbudlik yaxshi bo'ldi. Sizlarga rahmat. Eriyoga mana doktorlarga rahmat. Hozir gapirishi ham yaxshi, yuryapti, chopqilab ketyapti. Hamma tomonga yaxshi bo'lyapti. Sizlarga ham rahmat. DTSP tashrif qo'ygan edi. Ha, o'zimizdan o'tkazganmiz. Behbudi bor edi-yu. Endi kamroq edi. Mana bu yerga kelib gapira olmasadik, gapiryapti, boshqa qilyapti. Endi bu yoqqa kelib. Hammasini qilingan. Yotqizgan, o'zimizda ham yotqizgan, hammasini qilingan. Bor edi o'zimizda ham behbudi, buncha emas. Endi bu yerga kelib, Xudoga shukr, mana ancha yaxshi bo'lib, nima bo'lib ketyapti. Bu tomonga ham endi Xudoga shukr, Xudo taolo mana shu yerga keldik, taxsis kirib, endi yaxshi bo'lib ketyapti sekin-sekin. Bu neveram bo'ladi. Ha, bu qizicham bo'ladi, bu neveram bo'ladi. Ha. Nevaradan ham bir shirinroq narsa yo'q-da. Ha, to'g'ri aytasiz. Nevaradan ham shirinroq narsa yo'q. Shuni ko'rib o'zimiz nima bo'lib ketar edik. Mana Xudoga shukr, ko'rib, nima qilib, hamma xursand. Onasi xursand, otasi xursand, mana buvisi xursand, hamma Xudomi mana ko'rib xursand bo'lyapti. Ular Rossiyada hammasi yurishini, gapirishini, telefonda gapirishyapti. Oldinlar gapirmasa-da, hamma xursand-da, Xudoga shukr. Shu mehriga, doktorlarga rahmat. Shuncha qilib beryapti. Xudo xolasa yaxshi bo'lyapti endi. Natijasi shu 10 kun, 15 kundan keyin natija bo'ldi-da. Shu yerga keldi, tavsiya qildi, shu yerga boringlar deb bir kishi bu yerga kelib dorilarni olib ketdi, shu giyohlarni olib borib, hamma narsasini olib borib, 10 kun, 15 kundan keyin natija mana bo'ldi. Mana o'zlaringizdan ko'ryapsizlar, chopqillab yuribdi endi. 3-marta kelishi, mana bu safar 4-marta kelishi. Giyoh ichganda mana shu yura olmasa-da, quvvati yo'q edi. Shu chopqilab nima qilmas edi-da, o'zini ko'tara olmas edi. Nimasi oyog'ida nimasi yo'q edi. Mana sekin o'zini nima qildi keyin, o'zi turdi, o'zi shu giyohlarni iste'mol qilgandan keyin, massaj qilgandan keyin o'zi sekin yurishni boshladi. Mana Xudoga shukr, shuncha bo'ldi hozir. Sizlarga rahmat. Biz Ash rayon, Ash qishlog'idan keldik. Tojikistondan Ash rayon, Ash qishlog'i. Shu yerdan keldik, bizning qishloq, tog'li qishloq. Shu yerdan keldik, mana yana o'zimizni qo'shnilarni olib keldik. Shular ham shunda nevaralari shunaqa ekan. Ular ham ko'rib, shuni bizni ham olib boringlar deb, mana biz bilan keldi, hozir doktorlarga ko'rsatdi. Xudoga shukr, ular ham yaxshi bo'lib ketadi.
Durdona ismlari buni. Durdonaxona. Ha, bemorli payti to'g'ri, boshi buni ota-onasi buncha zerikib nima bo'lib ketar edi. Hozir hamma deyapman, hamma xursand. Ikkita oila, misol meni oilam, xudomning oilasi hamma xursand bo'lyapti. Nima bo'lib ketadi? Ular hozir Rossiyada misol telefonda gaplashyapti. Nima qilyapti? Mana WhatsAppda ko'ryapti yurishini. Hamma xursanda. Qilib. Rahmat sizlarga. Bujurimga. Hayo. Ha. Ako'zidachu. Ha. Yesh. Nesta? Bujurimga. Bojaramga. Ekte bojaramga. Bojaramga. Bujurimga. Nima ayna mana. Hayo bu. Ha, siz bo'lyapti. Bujurimga. Baba joya. Saqg'idi. Ayna. Saqg'ichi. Bobo alimga. Bo abish. Bu hali. Oh, Bu aliga. Ha. Bu ali, ha. Bobo Bu ali. Balan. Saqg'i. Bo hati. Bobo ali. Bu qayoqqa boramiz desa, bu aliga boramiz deydi. Ha.